xotining nimaga ko'rsatyapsan deydi. Xo'p, sizni xotiningiz nimani orzusi bor deyman. Eshikka qulfi solib tavakkul qiling deylik. Shu darajada yangi oilam bilan ovora bo'lib qo'shilib ketdimki, onamga telefon qilmayapman. Nima shularga ko'zam tegmaydi deb qo'yishadi. Eshitasizlarmi shunaqa gap? Bilamiz bu narsani. Oldinda ekan deb ham his qilib ham yuravermaymiz. To'ppa-to'g'ri. Qachon kelar ekan deb kutmaymiz. O'zi umuman stressli vaziyatlarga tushganingizda qanaqa holatda o'tkazasiz? Ko'rdingiz, men xotinimni hattoki nimani yaxshi ko'rishigacha bilaman. Blogerlik hozirgi zamonaviy kasb va hammani o'zini kuzatadigan blogerlari bor. Va agar ular sizga yoqsa, boshqa masala. Qaysidirlari g'ashpatingizga tegayotgan bo'lishi ham mumkin. Keling ularning faoliyatini ham tahlillab ko'ramiz va nima uchun biz aynan qaysidir blogerlarni juda ham yaxshi ko'rib kuzatamiz, nima uchun qaysidir blogerlarga juda ham ko'p negativlar yoshimizga to'g'ri keladi. Bugun shularni ochiqlamoqchimiz. Mehmonimiz bilan mana bugun birinchi marta uchrashaman, gaplashamiz. Kuzatinglar, albatta fikrlaringlarni bo'lishib ketinglar. Nima his qildinglar? Ular haqlaridagi tahlillaringlar, fikrlaringlar. Xursand bo'lamiz. Yaxshi keldinglarmi? Xudoga shukr, rahmat. O'z yaxshimisiz? Rahmat. Psixologlar bilan psixologlik ishiga tushganmi o'zi hech? Yo'q. Kuzatasizlarmi? Yo'q. Yo'q. Unda loyiha haqida aytishdimi yo o'zim aytib ketaymi? Mayli, aytib ketavering. Aytib ketarsam. Bu loyihada biz sizlar bilan suhbatlashishda ichki holatinglar, o'zinglarni bo'lisha oladigan qismlaringlarni bo'lishganinglarda tahlillab, psixologik tahlillab ketamiz. Ozgina. Iloji boricha ehtiyot qilib tahlillaymiz baribir. Va sizlarga yoqmagan qismi bo'lsa, uni aytishinglar mumkin. Mana ham joyi chiqmasa bo'ladi. Niyat nima desa, niyat sizlarga o'xshagan xarakterda yoki sizlarning davridagi odamlar sizlar orqali o'zini tahlillab olsin. Shu uchun qilingan loyiha. Shuning uchun kommentariyga kirsangiz, hamma men o'zimni ko'rdim, endi o'zimni tushundim, bular orqali tushundim deb yozishadi. Shuning uchun sizlarni tanlaganmiz. Xush kelibsizlar. Rahmat. Ismim Muxtasar, men psixologman. Birinchi marta ko'rishyapmiz sizlar bilan. Ma'lumotlar yig'ganmiz. Sizlarning to'liq ma'lumotinglarni o'rganib chiqqandan keyin taklif qildik. Savollarni shunga qarab tuzilgan. O'ylashim bo'yicha yangi turmush qurdinglar. Shunaqa. Qancha bo'ldi turmushingizga? Xudo xohlasa. 23 kun. 23 kun. Hali bir oy bo'lmadi. Ro'zg'or, hayot, mas'uliyatga kirib kelyapsizlar. Qanaqa ekan o'zi turmush? Qanaqa hislar bo'lyapti? Turmush bildik, teshik chelakka o'xshaydi. Ro'zg'or g'or deyishadi-ku. Qildiryapmiz, harakat qilyapmiz yaxshi oila bo'lishga, yaxshi turmush o'rtoq bo'lishga bir-birimizga, yaxshi kelin, yaxshi kuyov bo'lishga harakat qilayotgan odamlarmiz. Endi ro'zg'or g'ori to'g'risini aytsam, menga sezilmayapti. Faqat bu kishimga sezilyapti. Men mazza qilib yashayapman. Qizlar, qo'rqmanglar oila qurishdan. Bizani aldashgan ekan. Yomon, hayot tugaydi. Shaxsan menda shunaqa narsa bor edi to'ydan oldin. Karyeram tugaydi, erga tegsam, faqat o'sha oila, bola chaqa bilan bo'lib qolaman. Turmush o'rtog'im ruxsat bermasa-chi keyin, hammasi tugaydimi, shuncha mehnatim deb ko'p o'ylardim. Menimcha turmushga chiqmagan qizlarda ham bu holat kuzatiladi. Yo'q. To'g'ri inson bilan hayotingiz faqat gullab yashnar ekan. Bizani butun umr aldashgan ekan. Va bu atigi 23 kunda chiqarilgan. Yo, to'g'ri. Hali gaplashamiz deyishinglar mumkin. 4 yildan keyin ko'ramiz deyishinglar mumkin. O'shanda ham gaplashamiz, o'shanda ham shu gaplarni aytish nasib qilsin inshaalloh. Ilohim, to'ppa-to'g'ri aytasiz. Ko'zlaringlar yonyapti. Kalinglarda ham hayotdan bir-biringizdan mamnunliginglar ko'rinyapti. Aynan nimalarda bu mamnunlikni his qilasizlar? Bo'lisha olasizlar? Nimaga? Ko'zingiz yonyapti. Odamlar xursand bo'lsa ham ko'zi yonishi qiyin. Hozirgi kunda ayniqsa rozilik, minnatdorlik emotsiyasini yuzlarda topish qiyin davrdamiz. Sizlarda bu ko'rinib turibdi. Kalinglarda ham, bitta sizda emas, sizda ham bu narsa ko'rinyapti. Shuni asosi nimada deb ayta olasizlar, bo'lisha olasizlar? Nimadan mana shunaqa ko'zim yonib xursand yuribman deb aytish mumkin? To'g'ri umr yo'ldosh tanlaganimga xursandman. Menda ham shu holat. Men ham o'zim ham juda ko'p o'ylaganman. Qanaqa odam tanlayman? Kim bo'ladi u meni hayotimda? Ertaga yashab keta olamizmi? Qanday yashaymiz? Meni kamchiligimga chiday oladimi? Borimga, yo'g'imga degan narsalarga men spokойно tinchlanganman. O'shancha xursandman. Oldimdagi insonimga xursandman. Eng asosiysi bu. Ayolim meni onamning erkak kelini. Bitta qizaloq qolgan o'zlariga. Men xursand tarafim shu, ya'ni
onam nimadir ekan, onamga yoqmasa-chi, ularni xafa qilib qo'ysa-chi, men u ikkalasi tortishib qolsa men kimni tarafini olaman degan savollar menda yo'q. Menda xotirjamlik bor. Eng zo'r xotirjamlik yashash. Halovat bor joyda baxt bo'lar ekan. Bularni halovatlarini bu alohida tema aytganlarda ona bilan xotinning o'rtasida turish bu ancha qiyin. Sizda nima bo'lyapti masalan? Manda bilmasam, hammasi zo'r. Muammosi yo'q-da. O'ylamayman masalan och qolamanmi, uysiz qolib ketamanmi, suyanchiqsiz qolib ketamanmi, kuchli bo'lishim kerak degan narsa yo'q menda. O'sha turmushga chiqqandan beri o'z qizlik davrimda ham yo'q edi, lekin baribir o'ylaysiz. Karyera qurishim kerak, o'zim tiklashim kerak. Hozir hamma narsamni bunga topshirib qo'yganman. O'sha suyanadigan insonim bor. Gap aytaman, qiz bolaga baribir kerak ekan. Biz qancha kuchli bo'lsak ham, qancha harakat qilsak ham nimadirga erishishga baribir biza o'sha ojizaligimizni his qilar ekanmiz. Baribir o'sha suyanchiq kerak ekan любой qizga. O'shaning uchun men shunaqa Shuni topgandek his shuni qilasiz. topdim. Bemalol masalan hech nimani o'ylamayman. Muammolarni o'ylamayman. O'sha hayotimda deyarli muammoim yo'q. Bitta muammoim bu yaxshi kayfiyatda bo'lish har doim muammo emas. Bu har doim по-любому shunday bo'ladigan narsa. Shunaqa inson Azaldan shunaqami xarakteringiz yoki qaysidir davrdan kelgan shu xarakter yo'q. Boshdan bosh shunaqa edim. Mani boshdan bosh taniydiganlar. Qachon boshdan bosh? Kichkinaligimdan beri o'zi pozitiv, juda ham shustri, juda ham erkatoy qiz bo'lib o'sganman. Hech o'zgarmadim. Ko'pchilik aytadi, bu dunyo shafqatsizligidan nima deydi? Dunyo shafqatsizligidan Bir kun baribir senga ham shunaqa deyishardi. o'zgaradi deyishardi. Shunaqa bir kun mana shu bu dunyoni shafqatsizligiga baribir sen ham o'zgarasan. Hech qachon bunaqa bo'lib qola olmaysan deyishadi. No, men o'ylayman, mana bitta hozirgi kunda bitta eng katta missiyamdan biri mana shu ichimdagi olovni, mana shu yorug'likni saqlab qolish deb o'ylayman. Bo'ladi, iloji bor buni. Inson o'ziga bog'liq deb o'ylayman. O'zi umuman stressli vaziyatlarga tushganingizda qanaqa holatda o'tkazasiz? Kulib chiqib ketaman. Har doim kulib chiqib ketaman. Bo'ladi stress, bo'ladi siqilaman, boshqa bo'ladi, lekin ko'p holatdan kulib chiqib ketaman. Masalan, oxirgi o'tkazgan holatingizni aytib bera olasizmi? To'yimda stress oldim. To'yda olinadi. Juda baxtli edim, ishoninglar, juda xursand edim. To'yimiz men kutgandan ham chiroyli o'tdi. Lekin oyim dadamni sog'inib yig'ladim to'yim kuni. Ishongim kelmadi-da. Bo'ldi, o'sha inson bilan yashamayman endi. Har kun ertalab turib ko'rmayman ularni. Deb to'yimiz kunida olib kelganlar meni uyga, "Meni uyga olib borib qo'ying" deb yig'ladim. O'sha endi stress emas-u. Bo'lish kerak bo'lgan holat. Любой qizda bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'shanga yo'q, hamma vaziyatdan yaxshi chiqib ketaman. Sen bo'lib yonimdalar endi. O'sha vaqtda shunaqa holatga tushganlarida siz yupatsa o'tib ketadi deb xotirjam bo'ldingizmi yoki qanaqadir xavf uyg'ondimi sizda? Hozircha shunaqa deyapti dedim. Chunki o'ziga yoqyapti. Chunki uyga kelguncha xursand edi. Da, xursand edim. Uyga kelgandan keyin ozgincha o'sha adasini sog'irib xarxasha qildi. Biz 3-4 gacha o'tirdik. Xarxashani bosish uchun. O'sha kuni uxlamadik. Keyin birato'la kelinlik vazifasini boshladi. Yo'q, lekin hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Prosta bo'lish kerak ekan. To'ydan oldingi depressiya menda yomon o'tdi. Voshey yomon o'tdi. Men shunaqa narsa bo'lar ekan, men o'zi aytishardi dugonalarim, ishonmasdim. To'ydan oldin bir siqilib o'tib ketasan, o'sha erga tegishingni, o'sha ota-onang tashlab ketishingni o'ylasang, bir siqilasan deyishardi. Men yo'q, bo'lmagan narsa. U faqatgina sovchilar orqali oila qurganlarda bo'ladi, men sevib turmushga chiqyapman-ku, menda bo'lmaydi deb o'ylardim. Shunday keldi bir hafta oldi. Bilmayman nimaga. O'zidan o'zi ko'zi yosh kelyapti. Yig'lamayman. Yo'q, unaqa aytarli bir sabab yo'q. Işte dadam tashlab ketishimni o'ylayman, shu yig'layman, o'zim to'xtata olmayman deb, o'sha yig'ilib kelgan narsami bu yillar davomida. Keyin bular keldilar deb, eshigim taqiladi, telefonlarni o'chirib qo'yganman, depressiyadaman o'zimcha. Bular keldida eshikni taqillatdilar, pastga tushdim. Sen meni yaxshi ko'rmaysanmi deydilar. Yaxshi ko'raman, sen nenda yig'layapsan dedim, bilmayman dedim. Xullas o'sha vaziyatdan ham bular meni olib chiqib ketdilar, shu olib chiqib ketib, aylantirib, chalg'itib, shunaqa. Lekin bo'lar ekan любой qizga. Hayotingizda shunaqa murakkab vaziyatlar bo'lganda ham kimnidir yordami kerak bo'ladimi o'ziga? Kimdir yordami? Да нет, в принципе. Yo'q,
chiqib ketaman, любой vaziyatdan chiqib keta Necha olaman. yoshdasiz hozir? Aytmayman. Ha, yo'q, bo'ldi. Yo'q, bu bizga aytishim 18 yosh. Yo'q, siz o'zga aytishim mumkin. Ha, kamerada aytmayman. Ha, Bo'ldi, ha. tushundim. Shunaqa. Tahlil uchun. Tahlillar uchunmi? Necha berasiz bo'pti, aytingchi? 23, 22. Qalbim yoshda. Shunaqa 20 yoshdan endi o'tganga o'xshaysiz. Siz aytganlaringizni har doim xo'p deb qiladigan odam kim bo'lgan uyda? Aytganlarimni? Man qiladigan odamman, xo'p deb aytganlarim. Men juda послушный qizman. Oymadimdan so'rang ishonmasangiz. Aha. Varisi послушныйman. Sizni ehtiyojli suhbatdoshingiz uyda har doim bor bo'lganmi yoki ishlashgan uydagilar boshqa bo'lgan? Yo'q, har doim bo'lgan. Vaziyat bo'lib ba'zan suhbatdosh o'z bilan o'zi ovora bo'lib qolgan paytda men juda super muper ekstravert qizman. Любой joyda suhbatdosh topib ketaman. 100% ochilib bormayman, ichimdagi hamma gapni aytib, lekin juda yaxshi chiqib ketaman. Shuning uchun ham do'stlarim ko'p. Уже miya yo'qotish hissini tuyadi. Yo'qotish hissi u nima yo'qotishi farqi yo'q va qanaqa yo'qotishi farqi yo'q. Masalan, yaqinlari olamni o'tib yo'qotadimi yoki mashinasini sotib olib yo'qotadimi, boshqa uyga ko'chadimi, farqi yo'q. Miya doimiy ko'rib turgan narsalarini yoki insonlarni yo'qotyapti. Yo'qotishdan keyin har doim qayg'u degan hissiyot keladi. Qayg'u bu o'ksib yig'lash, bo'shliqni his qilish, bolalarcha anaqa qilish. Shu holatni qayg'u yashab o'tish deyiladi. Siz uchun o'sha uydan ketish, turmushga chiqadigan qiz uchun ketayotgan xonadoni, o'sha kadrlar, o'sha uydagi insonlar, har kuni o'sha aytganingizdek hidi bormi, joyi bormi, bu narsalarni endi qayta ko'rmasligi va bunaqa har kuni shunaqa uyg'onib ko'rmasligini tushungandan keyin psixika o'zi tushunadi, yo'qotish hissi. Nima beradi ketiga sразу? Qayg'u beradi. To'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun qayg'uni yig'i bilan shunaqa qilib yashab o'tiladi va bu norma. Kimdir uni eshik tagida chiqib ketayotganda, adasiga xayrlashayotganda tuyib boradi. Kimdir spokойно bo'lsa, тревожный bo'lmasa, agar to'ydan bir hafta 10 kun oldin sezib boradi. Mana shu unga qachon bu sezgi kelishi noma'lum. Kimdir mana boya aytganingizdek, erini uyiga borganda sezilib ketishi mumkin. Masalan, menda shaxsan ZAKSda anaqasini nimamiz bor-ku, pasportimizni olib ZAKSda shunda ochganimda kelgan. Erliydiganimda otani, "Voy, bo'ldimi endi? Men tugadimi? Menki Tugadi. Qizli davr tugadimi?" degan his kelgan. Mana shu yerda menda yo'qotish ishlash boshlagan. Ya'ni hammada har xil vaziyatda keladi, lekin bu norma hisoblanadi. Demak, qizlar qo'rqmanglar, bu normal holat ekan. Prosta yig'laginglar kelyaptimi, o'zingizga beringlar shuni. Men shunaqa qilganman. Yig'lagim kelyaptimi, yig'laganman. Yashab o'tganman o'sha momentda. To'g'ri. Hissiyot kelganda o'sha vaqtda yashab o'tib olgan eng to'g'risi. Shunaqa. Dimlab olib qo'ysangiz, qizingizni uzatayotganingizda yig'laysiz. Yo'q, to'g'rirog'i kim uzatilayotgan bo'lsa, shuni ko'rganingizda yig'layverasiz. Shunaqa. O'zingiznikida yashab o'tvorsangiz, bo'ldi, spokойно, qaraysiz, xuddi mendagi bo'lyapti deysiz. Yashamasdan, yo'q, yig'lamashim kerak, ota-onam xafa bo'lib qoladi, yo'q, makiyajim oqib ketadi, yig'lamashim kerak desangiz, keyin любойni to'yda o'shani o'rniga o'zingiz kirib olib yig'layverasiz. Shuning uchun qayg'uni yashab o'tishda bilsangiz, o'sha aza 3 kun deyiladi, boshqa deyiladi, odam yig'laydi-yu, yaqinlarini yo'qotganda shu bekorga emasda qo'yib berishlar, o'sha xabar olib turishlar 20da, 40 kunda, shu podдержка bo'lib turishadi, shu yashab o'tvosin emotsiyani. Shunga o'xshab, любой kichkina qayg'ucha ham yashab o'tilishi kerak. To'g'ri qilibsiz. Masalada молодецsiz. Men tushunishim bo'yicha hayotingizni hamma qismlarini, mayda-mayda detallarni ko'rsatib borasiz blogingizda. Live-da sizda shunaqa. Mana turmush qurgandan keyin juda ham ko'p narsa baribir o'zgaradi. Hayotingizdagi ko'p qismlar o'zgaradi. Bu sizlarda qanaqa darajada o'zgarish sezilyapti hozir? 23 kun ham bu baribir so'roq. To'g'ri. Alohida javob bera olasizlar? Nimalar o'zgaryapti, bu sezilyaptimi sizlarga? Va o'sha o'zgarishlarni ham ochiq ko'rsata olarmikin sizlar va bu to'g'rimi? Qanaqa o'zgarish bo'ldi? Uyimizda to'y qush paydo bo'ldi. Umuman. Ko'p ovqat yeydigan odam. Eng sezilarlisi biz просто uyimiz spokойno oila. Jiddiy oila. Chunki men ota-onam, aka-ukalarim, opa-singillarim hammasi yuristlar. Bizda uyda hazil huzur uncha bo'lmaydi. Ota-ona. Bu kelgandan keyin shu uyimizda shovqin paydo bo'ldi. Mani ota-onam aytishdi, bizning uyimizda hullab qoldi sensiz deyishdi. Bularnikida shovqin paydo bo'ldi.
Shu erkatoyliklar, hazil-huzullar, odamlar bir-biriga hazil qila olishi mumkinligini bildik. Bu kelgandan keyin. Оказывается. Ha, ozgincha emotsionalist o'zgardi. Da, menga nisbatan keladigan bo'lsak, men o'zimga nisbatan yana talabchanroq, ya'ni kuchliroq harakat qilishim kerakligini tushundim. Mas'uliyatlilar. Chunki endi yolg'iz men yotmayapman, yolg'iz yashamayapman, yolg'iz bitta inson emasman. Majburiyatlarim borligini, katta hayot oldin ham bor edi, endi o'sha hisda yashayapmiz-da o'sha. O'sha endi orqaga yo'l yo'q. Bu aytgandek, hali ham kech emas. Tegmayman sizga. To'ydan keyin 3 kun o'tib, ozodim. Qara, lekin biz zaksda o'tdik. To'y bo'ldi, nikohimiz bo'ldi desam, hech qachon kech bo'lmaydi. Qizlar bilasiz, otdan tushsam egardan tushmaydi. Sizda nimalar o'zgardi hayotingizda? Mandami? Tak. Mani yangi bitta oilam paydo bo'ldi. Aslida qanaqa bo'larkin, mani qanaqa qabul qilisharkin deb borgan insonlarim mani o'z qizlaridek qabul qilib, juda ham qadrli insonlarga aylanishdi hayotimda. Oyijon, adajon, opajon, ukajonlar hammaligi shu darajada meni qo'ynimga qarashdi, shu darajada meni yaxshi ko'rishdi. Men bilmayman, bu qaysi qilgan yaxshiligim uchun Alloh menga shu darajada siylab qo'ydi deb bir necha marta o'zimga savol ham berdim. Haligacha hattoki o'ylayman shu narsani. Shu bunaqa narsa bo'ladi. Hozir bu video oyim ko'r, o'zim onam ko'r xafa bo'lishlari mumkin, lekin shu darajada yangi oilam bilan ovora bo'lib qo'shilib ketdimki, onamga telefon qilmayapman. Onam menga ora-orada men uyalaman senga hadeb qovurishga. Qizim, chunvon, baxtlisan, iloyim tinchib ketganing rost bo'lsin, xursandman sen uchun. Lekin seni sog'inman, menga qilib tur deydilar-da. Shu darajada o'sha yangi oilasi bilan bo'lib ketish kerak ekan, qiz bola. Vaqti bo'lmasligi kerak ekan, hattoki o'zini ota-onasiga hadeb qovurishga ko'p qizlar bog'lanib qoladi. O'zini onasiga to'ydan keyin quvuradi. Shuni oxir oqibatda gap yetaylash boshlanadi. Ammo onam ko'ngillari tinch. Qizim qilmayaptimi demay, shu qaynonasi bilan, eri bilan ovora bo'lib yuribdi, mayli baxtini bersin deydilar. Shunaqa. Bularni ko'rsatyapsizmi blogingizda? Albatta, o'z boshdan bosh to'ydan oldin bularni ko'rsatardim. Bular bilan birga yuritamiz. Chunki bular boshdan bosh menga aytganlar, karyeringga qarshilik qilmayman, lekin hech qaysi erkak bilan, begona erkak bilan chiqmaysan. Chiqing kelyaptim, faqat men bilan chiqasan deganlar. Shuning uchun shu shart bilan biza blog yuritamiz. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim mana baxtni, xursandchilikni, o'zingiz ham ishongingiz kelmaydigan baxtni ko'rsatish qanchalik sizga? Voy, bemalol, vashshi. Ko'rsatadi. Onam bilan ham video oladi bemalol, qaynona kelin qilib bemalol xohlagan ishini qilib yuradi uyda, hech kim bunga qarshi emas. Biz bundan qochib yuramiz telefondan. Chiroyliroq olingizlarni deb. Shunaqa. Qo'llab-quvvatlashadi meni. Xudoga shukr. Prosta rostdan ham haqiqatda shu hissiyotlar yoki bo'lmasam juda ham bir o'zingizga baxti tuyulib ketayotgan narsalarni boshqalardan ehtiyot qilish qadriyati borda, masalan bizda o'zbekchilikda bizda bor va buni siz qanchalik to'g'ri deb bilasiz? Blogerlarga men bergim keladi shu savolni, chunki bloglarda bilasiz doimiy o'zini shaxsiy hayoti qo'yiladi. Shunaqa. Masalan, men ham qarshiligim yo'q. Haqiqatda shaxsiy hayot orqali, sizni hayotingiz orqali o'zini hayotini ham qatlarindir korreksiyalab ketayotgan bo'lsa kuzatuvchilar, bu zo'r. No, hali o'zingiz anaqa to'yinmayotgan baxtli narsalarni berish qanchalik to'g'ri? Blogerlar uchun, siz uchun demoqchi emasman. Bu tanqidiy savol emas. Shunchaki tahliliy savol. Sizlarning fikringizni bilgim kelyapti bloger sifatida. Bizga ko'pchilik yozadi-da, sizlar hali yashamagansizlar, 1-2 yil yashaylar, hayotni keyin ko'rasizlar, keyin gaplashamiz, eringiz u bir ikkitasi bilan gaplashsin, mana shunaqa. Da shunaqa napadeniyalar ham bor. Vashshi. Bir xil bizda 50% auditoriya yaxshi ko'rsa, 50% yomon ko'radi. Nima uchun? Ayniqsa erkaklar yomon ko'radi, to'g'risi. Chunki ayoli ularga ko'rsatadi, mana mehr beryapti-yu, siz nima menga bera olmayapsiz? Mani qilyapti-yu, siz nima qila olmayapsiz degan narsa. Solishtirish bo'ladi-da, ayollarda. O'sha narsani keyin ko'rsatgandan keyin ba'zi bir erkaklar bizani yomon ko'radi, ba'zi bir ayollar, qaynonalar yomon ko'radi. Sababi kelin degani o'zini bosib olgan bo'lishi kerak, qaynona oldida chegarasi bo'lishi kerak, ko'p kulmaslik kerak. Yo, bu narsadan biz qochamiz, to'g'risi aytaman. Mazza qilib yashash kerak deb o'ylayman odam. U qaynona, kelin
gaplashsin birga o'tirib, Ona nima qiz xohlayapti, bo'lsin. nima xohlayapti, u nima ko'ryapti, ertaga o'rtaga chegara qo'yib turib, ertaga bir-birini yomon ko'rib qolib, qaynona kelin bir-birini yomon ko'rib, o'rtada bola sarson, u narsa nima kerak? Maza qilib, o'zi xotin ikkalasi maza qilib yashasin, qaynonasini ham hurmatini joyiga qo'yib qo'ysin. Mani onam hech qachon kelinim kelib xizmatimni qilsin demagan shu paytgacha. Hech qachon aytmagan. Kelinim keladi, mana shu men bilan 2 oy yashay demadi. Biz 2 hafta ichida ona biz ketyapmiz deganimda duo berib ketkazib yuborgan. Hech qanaqa xafa ham bo'lmaydi. Omadinglarni bersin, davay bosinglar gazini degan ayolda. O'shaning uchun ko'pchilik yozayotgan negativlar, masalan, odamlarning gapi uchun biz yashamaymiz to'g'risi. Bu hayot bizaniki bir martalik. Biz xohlaganimizda yashaymiz. Xohlasa ular gapirsin, ular bizda orqamizda. Biz o'zimizni baxtli hayotimizni chiroyli yashayveramiz. Endi qolganlarning turmush o'rtog'i yoki qanaqa hayotda yashagan biz uni bilmaymiz. Ular boshidan o'zlarini ko'rsatish kerak deb bilaman. Boshidan buni harakat qilish kerak. Tushunarli. Men sal boshqacharoq narsa nazarda tutgan edim. Tipa ko'stayadi degan ma'noda aytyapsiz. Demoqchimanki, agar inson o'zini hali o'zi tuyib to'yinib bo'lmagan tuyg'ularini boshqalar bilan bo'lishsa, bu tuyg'ularni saqlab qolish rostdan qiyinlashadi. Chunki inson u tuyg'uni birinchi marta tatyapti-ku, u tuyg'uga to'yib olish kerak. U bir hafta 10 kun kerak bo'lsa, masalan, tug'ganda ona bolani qo'liga olib qancha termilib, "Va tug'dim, meniki-ya" degan narsada to'yingizdan keyin, "Va meni uyim, shu va meni erim, uxlayotgan yeringizga qarab, "Uje meniki, va men shu odam bilan mana" degan chuvstva bor-ku. Bu masalan, kamida bir oy yashaysiz-da, uni mazzasida, u alohida yangi baxt. Buni oldin tuymagansiz-ku. Bu birinchi marta. Va o'sha baxt o'zingizda to'liq tana hujayralaringizgacha joylashishi uchun va mana shu hisga javob beradigan bitta neyron hosil bo'lishi uchun o'rtacha 20 kun vaqt kerak-da, neyrobiologiyada. Agar siz uni hosil qilmasdan turib ko'rsatsangiz, boya aytganingizdek negativlar, tashqi fikrlar kelganda sizda o'sha ikkilanish, o'z hissiyotingizga xavotir, bir narsalar paydo bo'lganda o'sha tuyg'uni qurayotgan neyron ishlamaydi. U mana timasdan so'zlarida ishlatyapsiz. Odamlar unaqadir-da aslida, bunaqa emas ekan. Unaqadir-da, ko'ryapsizmi? Baribir hali bizani o'zimizni shaxsiy qarorimiz yo'q edi-da. Biz tatib ko'rib, endi o'zimizniki hosil qilyapmiz. Bittasi bunday qilib, mana ko'rdingmi? Mana bunaqada divorsa yoki mana bunaqasilar hali 2 yil yashayli desa, desangiz ham baribir kiryapti-da. U buzadi. Buzadi. Sizdagi yo'q, men baxtliman, meni oldimdagi baxt degan neyroningiz o'zingizniki bo'lib olish uchun 20 kun, 40 kun vaqt kerak. Ungacha uni ko'rsatilishi mana bunaqa qilib sizni buzib qo'yishingizga ta'sir qilmaydimi demoqchi bo'ldim. Shu joyida biz juda ham katta risk qilganmiz, ya'ni Allohga tavakkal qilib hammasini ko'rsatyapmiz. Nimaga? Chunki blog yuritishimizdan maqsad oila qurib, qaysidir ma'noda xuddi bizga o'xshab baxtli bo'laman deb yangi hayotni boshlagan yosh kelinlar yoki kuyovlar ozgina hayot sinovlariga uchrab, unaqa emas ekan-ku deb o'ylamasligi uchun, aslida sevgi muhabbat borligini ko'rishligi uchun, aslida qaynona yaxshi bo'lar ekan degan narsani erga tegmagan, xuddi menga o'xshab qo'rqayotgan qizlarga ko'rsatish bo'lgan maqsadimiz. Bizni to'ydan oldin ham hattoki hali aniq emas to'yimiz bo'lish bo'lmasligi yolg'iz Allohga ayon, lekin biz risk qilib mana hammaga ko'rsatdik-da, biz munosabatdamiz deb. Nimaga? Chunki bizani mana bir-birimizga bo'layotgan mehrimizni, muhabbatimizni videolarda ko'rgan insonlar, hattoki xotinlar ham bizga yozishdi-da o'shanda. Sizni men bu aytib bergan she'ringizni men ham erimga aytib beruvdim. Rosa xursand bo'ldi. Xuddi oldingidek meni yaxshi ko'rib, menga mehr berdilar. Sizlarni ko'rib, men ham xotinimga bugun gula bordim. Men ham o'sha eski paytlarimizni eslab, o'sha romantika qildik deb yozishadi-ku. Mana shu bizning missiyamiz, tushunyapsizmi? Demak, biz to'g'ri yo'ldamiz, demak biz buni uddaladik deb o'zimizga har doim aytamiz. Ko'pchilik blogerlar, oila qurgan blogerlar ham o'sha aytganingizdek to'ydan keyin taqataq yo'q bo'lib qoladi. Hech qayerda ko'rinmaydi. Nimaga? Chunki o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi. O'sha aytganingizdek o'sha yangi hissiyot, yangi hayotni boshlab nidoyat bo'lib qoladi. Lekin biz to'ydan oldin bir-birimizga shu narsani kelishganmiz.
to'yimiz kuni ham to'y, ertasi kuni ham, undan keyin ham biza polniy hayot qanaqa bo'lsa o'shani boricha ko'rsatamiz. Yo'qolib qolmaymiz, chunki bizani millionlab odamlar kuzatyapti, qiziqyapti. Biza yo'qolmaymiz, biz ular uchun ko'rsatamiz shuni deganmiz-da. Shu joyda men o'ylayman, Allohga tavakkal qilganimiz bu bizani yutug'imiz. Chunki bizani niyatimiz qanaqaligini bilguvchi yagona Alloh. Men o'ylayman, shuning uchun muhabbatimizni ham o'sha yomon nazarlardan, ko'z tegishidan asraydi deb o'ylayman inshaalloh. Eshikka qulfni solib tavakkul qiling deyilganda hadisda. Eshikka qulf solmasdan eshikni ochiq qoldirib Allohga tavakkal deb tashlab bo'lmaydi. O'sha nuqtasidan keladigan bo'lsa, masalan, men zama kurschis kerak, chunki mana sizdan nima olish mumkin? Men psixolog sifatida aytgan bo'lardim. Siz aytayotgan narsalarni deb o'ylamayman, to'g'risi, mutaxassis sifatida sizdan ochiq hissiyotlarni ayol qanaqa yashash kerakligini oladi. Siz aytayotgan temalar уже yopilib bo'ldi, qaynonalar yaxshisi tiqilib ketdi. Mana biz har kadrlarda ko'ryapmiz, yosh qaynonalar Instagramda tilla taqqan o'pib qo'ygan, bunaqa tiqilim. U stereotiplarni sindirib bo'lishdi, lekin ayollar hissiy bo'lishi degan narsa bizda hali ochuv so'roq ostida. Ayollar eriga moslashaman deb, qaynaga moslashaman deb hissiyotlarini to'ydan keyin o'chiradi odatda. Siz o'sha uchun zo'r simvolsiz, juda zo'r. Mana men bu yuzga zama. Turmush o'rtog'ingizdagi sizni o'zlarini to'ldiradigan qismini tan olishlari zo'r. Masalan, hamma ham meni uyimdagi bosiqligiga shunaqa emotsiya kerak edi demaydi. Erkaklar buni zaiflik deb tushunishlari mumkin. Bu narsalaringizda zo'r, lekin men taklif qilgan bo'lardim mutaxassis sifatida hissiy nuqtalaringizni hech bo'lmasam bir kundan keyin joylashtirishni. Chunki u sizda joylashib olsin, tana hujayralarida joylashadi. U sizga o'zingizniki bo'lib olsin, keyin tashqariga chiqsin, чтобы kimdir zarbali gap gapirganda, achchu gap gapirganda parchalanib ketmay. Chunki biz kim bo'lsa ham siz bilan men ayol kishimiz. Men o'zim mediaga chiqqan vaqtlarimni eslayman, birinchi bo'lib 8 yil oldin eng ko'p o'sha noroziliklar bo'lib ham hijobli bo'lganim uchun menga ham juda katta kelgan va shu paytda turmush o'rtog'im shunaqa meni yonimda ehtiyotlab turib berganlar-yu, lekin bitta kommentariyada chil-chil bo'lib ketardim-da baribir. Baxtli, xursand vaqtimda haq deyishim mumkin edi, lekin kayfiyatim, salomatligim, resursim yo'q paytlar ko'rib qolsam chil-chil bo'lib ketar edim-da. Endi siz shunaqa ekansizda. Masalan, men pofigistman. To'ydan oldin ham shunaqa edim, hozir ham shunaqaman. Negativga nisbatan immunitet shakllangan bizada. Chunki biz birinchi yil emasda blog yuritishimiz. Уже necha yillar davomida siz yuritib, shuning ichida bo'lsangiz, уже pishib ketar ekansiz. Hozir masalan negativ o'qisak, okey deymiz, qilib qo'yamiz. Ta'sir qilmaydi. Haqiqatroq narsani aytib qo'ysak. Haqiqat bo'lsa, nuda, shunaqaman, nuda. Nechо поделать, да, deymiz bo'ldi. Siz o'shandan beri resurssiz paytlaringiz bo'lgan, masalan, homiladorlik, chiroyingiz yo'q, kasal mahalingiz, pulingiz yo'q paytlar bo'ldimi? Shu paytdan beri blog yurg'izgan? Yo'q-a, demak siz har doim resursda bo'lgansiz. Men resurssiz payt haqida gapirdim. Resurssiz. Masalan, bo'lish mumkin. Kayfiyat bo'lmagan paytda ham, boshqa bo'lgan. Kayfiyat bu resursga yetarlisi emas. Men homiladorlik, endi biz hayotda endi pulsizda va pulsizlik, salomatsizlik haqida gapirdim. Siz menga sразу tamg'a yopishtirdingiz, siz ko'tara olmas ekansiz. Yo'q, unaqa просто. Yo'q, shunaqa qildingiz. Okey, ладно, agar psixologiya tilida shunaqa bo'lsa, ладно. Aytmoqchiman, shu narsalarga men maslahat beraman, lekin u olish olmaslik o'zingiz anaqaysiz-ku. Shunchaki siz orqali men boshqa blogerlar va sizdagi blogerlarni kuzatayotgan insonlar tarafidan ham fikr etib ketishim kerak. Chunki ular shunaqa fikr ham etishadi. Nima uchun? Keyin zo'r savol berishadi. Nima shularga ko'zam tegmaydi deb qo'yishadi. Eshitasizlarmi shunaqa gap? Bizga ko'p gapirishadi. Ko'z tegib qoladi, ko'rsatmaylar. Ko'p ham kulavermaylar, ko'p ham baxtli bo'lib yuravermaylar. Hali hayot oldinda, hali zarbalar oldinda, bilamiz bu narsani. Oldinda ekan deb ham siqilib ham yuravermaymiz. To'g'ri. Qachon kelar ekan deb kutmaymiz-ku. To'g'ri. Mazza qilib o'zimizda hayotimizda yashab, o'sha aytganingizdek muammolar kelganda birga yengib, chunki bizda shunaqa narsa bor. Xatolarimiz borligini bilamiz. Hech kim xatosiz emas. Lekin men ba'zi bir erkaklar aytganday xotiningni nimaga ko'rsatyapsan deydi. Xo'p, sizning xotiningiz nimaning orzusi bor deyman. Nima orzusi bor? Eng katta orzusi nima? Bilmayman deydi. Ko'rdingiz, men xotinimni hattoki nimani yaxshi ko'rishigacha bilaman. Ayolingizni ular dindan kelganda aytaman, xo'p, payg'ambarimiz ham aytmaganmi, ayolingni xursand qilgin. Ayolingning xohishlarini amalga oshirib bergin. Men ayolim xursand bo'lsa men uchun
kulsa bo'ldi. Menga muammolari, depressiya keladi, hal qilamiz. To'ppa-to'g'ri. Boshga tushganda hal qilinaveradi. Shunaqa. To'ppa-to'g'ri. И тем более yoningizda bir-biringizni tushunib tursangiz, uncha-muncha problemani hal qilish hech narsa emas. Shunaqa. Kimlardir ochiqlab ko'rsatadi, rostdan ham kimlardir ko'rsatmaydi. O'shani tahlillaylik deymiz. Ko'rsatmaydiganlarda bir xillarda bo'ladi. O'sha ustanovkalar, qo'rquvlar ko'z tegadi yoki bo'lmasam rostdan qachondir shunaqa narsa ko'rsatganda, aytganda ishi o'xshamagan, isbotlandi, galochka, da, rostdan ko'z tegar ekan. Keyin safar yana shunaqaroq bo'ldi. Ozgina uchini chiqardi yoki video qo'yib qo'yuvdi, o'sha reys kech qoldi, samolyotda nimadir bo'ldi, odamni qo'rqitadigan narsalar shu bo'ldi deydi. 3 marta galochka tushgandan keyin da mana shu ustanovka to'g'ri ekan, mana real hayotda isbotlandi. Значит, ko'rsatmaslik kerak ekan. Deydida, qo'rquvi hisobiga inson o'zini o'zi to'sadi, qo'ymaydi, ko'rsatmaydi, berkitadi. Kimlardadir haqiqatda shunchaki qadriyat bo'ladi. Shu narsalarni ko'rsatish orqali kimlarnidir xafa qilmaslik. Masalan, bo'ladi, amakivachchalar, aka-ukalarda hammani oilasi teng bo'lmaydi bir xil keladi. Kimdir oilaviy sharoiti undoro, kimdir oilaviy sharoiti bundoro. Shunaqa paytlarda uni dilini orib qolmasligi uchun, masalan, ko'rganda akami ko'ngli orib qolmasin uchun shu narsani qo'ymaydi. Endi bu hamchi qanaqa, yo'q, u xafa bo'lib qolsa bunaqa bo'lib sinib qilsa, bu ham sog'lom versiya emas, chunki o'ziga haq bermayapti. Prosta erkin yashashga. Lekin prosta etiket nuqtasidan, mashina ko'rsak, chormasin, ular bora olgani yo'q yoki mana shu narsa hozir ularni xafa qilmasin, uyda musibati borroq deb normada, qadriyat darajasida ushshasa, bu norma. Oshiqcha emas. Endi masalan, kimga nima bo'lsa, bu meni muammoim emas, bu meni borim, men borimni bo'lishishni soha sifatida tanladim va shunga intellektim yetganicha o'zimni narsamni qo'yibman. Bu sog'lom variantda bo'lsa, mana shunaqa deb qo'ysa inson, atrofdagilarni layk uni qiziqtirmasa, o'sha heyt qaysi darajada odamlarning negativ fikrlarini o'ylab ham ko'rmaydigan darajada qiziqtirmasda, faqat layk yig'ish bo'lsa, bu psixopatiya. Bu vijdon, insof, uyat degan hislar, aybdorlik degan hislarni o'chib qolishi. Bu ham norma emas. Lekin agarda sizda bu narsalar bor, lekin siz o'zingiz ehtiyot qilish uchun bu narsalarga qaramayapsiz, boshqa qilmayapsiz. O'zingiz sohangiz bo'lishib boryapsiz. O'ylayapsiz, menga laykini ham, boshqasini ham bunaqa qizig'i yo'q. Men bo'lishib mazza qilyapman. Bo'lishsam mazza xolos menga. Menga nechta layk, nechta prosmotr u kerak emas. O'sha bilaman, ular ham yozayotgan narsa meni ichimni ortadi, o'zimni ehtiyot qilay bo'lsa, bu norma. Ana chegarasi bo'ladi hamma narsada. Shunaqa. O'shaning uchun ayrim blogerlarda bor, rostdan ham psixopatiya darajasida-da. Chunki qatta bilasiz, hayo yo'q darajada, hurmat yo'q darajada, yoki bo'lmasa uyat yo'q. Masalan, o'ylarmikin deyman-da, masalan, bir xilga narsalar qo'ygan. Shuni otam ko'rsa nima deydi? Demak, ular uchun ota-ona ham qadriyat emas-da. Yoki bo'lmasa o'sha insonlar, farzandlarim kelajakda shu narsa 15-16 ga kirganda o'sha bolangiz bosh egilishi boshlaydi-yu, sizni muncha narsangizdan. O'sha paytlarda internetda aylanib yurib chiqib qolsa, bolamni bosh egilib qolmasmikin demayaptimi? Bu ham o'sha norma emas. O'sha nuqtadan savol beryapmanki, sizlar o'zingizlarni normalarga kelib olganmisizlar degan ma'noda. Endi tashqaridan yozish, negativ yozishga keladigan bo'lsak, inson o'zi erishmagan narsalarga dushmandir qoidasi bor. Bu bitta tarafi. Odam o'zi erisha olmagan narsasiga birov erishganini ko'rganda hasad uyg'onadi. Hasad bu ikkita hissiyotdan hosil bo'ladigan murakkab hissiyot. Ijodkorlik va taqqoslash. Mana insonda ijodkorlik borki, u nimadirlar kashf qiladi. Mana bitta ochib zo'r gap aytib qo'yisham, bu sizning ijodingizda. Ijodkorlik bilan insondagi taqqoslash qo'shilib qolsa, hasad paydo bo'ladi. Demak, inson ijod qila olmayapti yoki ijod qilib turib doim o'zini taqqoslab yuribdi-da, shuning uchun hasad qilyapti. Demak, u sizdagi bo'la olmayapti, lekin unda ham shu qobiliyatlar bor. O'shaning uchun siz triggerovать qilasiz. Shuning uchun sizga zahrini sochgisi kelishi mumkin. Yoki degan joy bor. Odamlarda bo'ladi, o'zini yaxshi emas, yoqimsiz gaplari, hislarini chiqarmoqchi bo'lgan odamidan mumkin emas. Masalan, o'sha odam uni oyisi, kenisi, akasi, adasi g'ashiga tegadi, lekin ularga gapirish mumkin emas. Xafa bo'lib qoladi yoki ota-ona deydi, boshqa yopib yuradi. Psixika buncha musorni ko'tara olmaydi yillab. Nima qiladi, bilasizmi? O'sha musor egasiga o'xshaydigan elementchasi bor odamni ko'rib qolsa, o'shaning hammasini shpoq etib shunga chiqazib yuboradi. O'shaning uchun yozgan kommentida ko'rsangiz, bir kunlik doza emas-da, shu qilgan narsangizga loyiq emas-da, u bir
o'nta bir anaqa xato qiluvdingiz, o'shanga kelganga o'xshaydigan bir xato qilasiz-u, lekin xatoni 10 dozasiga yozilgan, 100 dozasiga yozilgan haqorat bo'ladi-da. O'shani qaraganingizda tushunishingiz kerakki, demak u manda o'zini ko'rdi, o'zini muammolarini ko'rib qoldi. Shunaqa. Endi sog'lom versiyasi shu, lekin umuman ta'sirlanmasligi ham juda boya aytganimizdek norma hisoblanadi. Balki bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ko'pincha men negativ ko'rib qolsam, ey xudo deyman, shunga ham shu baxt berib qo'yginki, shu negativ yozishga vaqt bo'lmasin deyman. Bu eng yaxshi usul, to'g'ri aytasiz. Haqiqatda hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda insonlar munosabatlar mavzusi qiziq. U munosabatlar mavzusi nega qiziqligini ozgina turib tahlillab beraman, lekin insonlarga qiziq va bo'lib ham shunaqa bir quvvat, energiyasi yumshoq, yengil odamlarni kuzatish juda yoqimli. Chunki bilasiz, juda ko'pchilikda o'zi itak energiya og'ir. Shuning uchun sizni kuzatganda siz bilan qo'shilib yashab oladi-da, mazza qilib. Xo'p, shunaqa paytdasizlar hozir va sizlarda mashhurlik, auditoriya mavjud. Va sizlar hayotinglarni eng chiroyli davrlarni yashayapsizlar va hozir sizlar o'sha davrlar orqali ham auditoriyadan foydalanish, ya'ni ularni ushlab qolish, prosmotrlarni ko'tarish yoki bo'lmasam o'sha haqiqatda Instagram maydonida daromad qilishga qaratilib ham bemalol ishlay olasizlarmi yoki yo'q, bunaqa qilib ishlamaymiz, biz shunchaki ishlaymiz deb buni inkor etasizlar. Buni naqadar tan olish oson yoki qiyin sizlar uchun? Agar bor bo'lsa, foydalanamiz. Hozir ham foydalanyapmiz. Chunki yo'q, endi bor narsa. Nima uchun blogerlar ishlaydi? O'sha podpishchilar uchun ishlaydi, auditoriya uchun ishlaydi. Auditoriyada nima qiladi? Foyda olamiz. Tan olish kerak. Chunki shular borki, biz reklama olyapmiz, shular bizga podдержка qilyaptiki, bizlar tanilyapmiz. Biz ulardan foydalanyapmiz. Qanaqadir qo'pol eshitilishi mumkin, lekin mana shu auditoriya orqali biz xarajat qilyapmiz, harakat qilyapmiz, vaqt sarflayapmizmi? Ular bizga nisbatan bizni kuzatyaptimi? Bizlar nimaga ulardan foydalanmasligimiz kerak? Biz boshqa joylardan vaqt ajratib, bunga vaqt ajratganimizdan keyin daromad kelmasa, foyda bo'lmasa, baribir hamma narsa daromadga tarqaladi. Qo'pol eshitilsa ham, lekin bu dunyoda hamma bir-biridan foydalanadi. Er xotindan, xotin erdan, ota-ona farzandidan, farzand ota-onadan, hamma bir-biridan foydalanadi. Bu normal holat. Bunga voy, men bu mendan foydalanayotgan ekan deb xafa bo'lib olish kerak emas. Bu shunchaki normal holat qabul qilish kerak bo'ldi. Bu yaxshi. Nima uyalamiz? Yomon harom pul topmayapmiz-ku. Hech kimda yomon yo'lga boshlamayapmiz. Eng asosiysi men bunga kirgan, senga zo'r pul beradi deb turib harom har xil reklamalar qilmayapmiz. Asosiysi yoki chiqib turib yalang'och videolarni ko'rsatmayapmiz. Odamlarga manfaatsiz nimadirlar qilmayapmiz. Asosiysi yoki kimnidir bolasini chiqib nimadir chakkinam demayapmiz-da. Shunaqa, bu hayotda mehr muhabbat borligini shunchaki insonlarga ko'rsatyapmiz. Qaysidir oilalarni bir-biriga bo'lgan mehr muhabbatini uyg'otyapmiz. Buni hech qanaqa yomon tomoni yo'q deb o'ylayman. yurg'izayotgan blogerlarning mavzusi ham aytyapsizlar, blogerlik faoliyatini ham aytyapsizlar. Blogerlik faoliyatini agar to'g'ri yo'lda yurg'izsangiz, ko'p insonlarga ta'sir o'tkaza oladi blogerlar, mashhur insonlar. Shu narsani faqat yomon yo'lga yo'yish kerak emas. Yaxshi o'sha demak, kasb sifatida qaralishi norma bo'lishi kerak. Albatta, albatta. Prosta haqiqatda Instagram, umuman YouTube tarmoqlar maydonida blogerlikni juda ham yengil yelpi ko'rilayotgan sizlarni sohadoshlaringlar borligi uchun, bunga kasb darajasida qarashmayotgani uchun, professionalizm bilan yondoshmayotgani uchun ham balki bu soha hurmat qilinmayapti. Lekin bu ham kasb o'sha. Hozirgi kunga kelib blogerlik ham kasbga aylandi. Faqat biz bitta narsaga qabul qilib olishimiz kerak, kimlardir shaxsiy hayotidagi bo'layotgan munosabatlar, jarayonlarni ko'rsatish orqali faoliyat yuritish tanlayapti. Kimdir mutaxassisligini ko'rsatishni tanlayapti blogerlar. Mana shu ikkita qismni ajratib olsak, menimcha norozilik kamayadi. To'ppa-to'g'ri. Va hayotiy life yurg'izayotgan, hayotiy voqeliklarni yurg'izayotgan blogerlarga qo'yiladigan o'zi standartlarni balki masalan juda bo'lsa ko'rib chiqish mumkindir. Chunki to'g'risini tan olish kerak, juda ko'p blogerlar emotsional o'ynatib yuboradi odamni. Bugun baxtli gul oladi, ertaga ajrashdik deydi. Indinga mashinasini, oynasini kimdir gelikini sindirib ketibdi bo'lib, bu darajada o'yin qivirish, odamlarning emotsiyasiga o'ynash. To'g'ri, to'g'ri. Masalan, sizlar tizimli oilaviy hayotni qo'yib ketsanglar, hop.
hech qanaqa problema yo'q. Lekin mana bugun bunaqasida ertaga qizlar bilan ajrashaman deb qanaqadir nimani axlatni ko'tarish uchun qilinyapti-ku bu narsalar. Bu menimcha qora o'yinda. To'ppa-to'g'ri. Bunaqa qora o'yin bilan xalqqa emotsiyasiga o'ynab blogerlik qilish noto'g'ri. Blogingda o'zi shunaqa narsa bor, chorniy PR degan narsa bor. O'sha aytganingizdek, bugun baxtli bo'lib turib ertaga ajrashdim yoki bugun sog'lomman, ertaga tap-tip operatsiyaga kirib ketyapman. Shunaqa narsalar bor. Blogerlar foydalanadi. Afsuski, bu insonlarni shu emotsiyasiga o'ynash. Lekin shu aytganingizdek, agar shu narsa kamaysa, qilinmasa imkon darajasida yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Endi u qilinmasligi uchun ham xalqning o'ziga ham bog'liq bu narsa. Odamlar u blogerlarni qabul qilmasligi kerak. Bizda masalan hozirgi oxirgi 5 yillik ichida mana endigi oldimizdagi 5 yillik ichida o'zimiz planlarimiz bor. Nimadan keyin nimani qilamiz, nimadan keyin qanday jarayon qilamiz, bizda hammasi po planu ketyapti. Xudo xolisa buzilmaydigan umiddaman. Odamlarda u hype'ga keladigan bo'lsak, bizda bunaqa hype'lar juda ko'p. O'zbekistonda ayniqsa blogerlikni achuchuq ochdi. Seriozno kimni ko'rayotganimizni birinchi tahlil qilib olishimiz kerak-ku. Instagramga nima uchun kiryapman? O'zi shundoq muammo ko'p. Oilaviy tashvish, ish tashvishi, bola tashvishi. Yana Instagram kirsangiz kimdir ajrashyapti, kimdir yig'layapti, u odam ezilyapti. Undan keyin negativ boshladi. O'sha bizda ham muammo bor. Bizlar ham urushamiz. Bizda ham kredit bor, bizda ham qarzdorlik bor. Lekin biz ularni olib chiqqanimiz bilan hech nima o'zgarib qolmaydi. O'shaning uchun maksimal odamlarga yaxshi hayot bo'ladi. Hali hammasi oldinda. Harakat qilsak eplaysan degan narsani olib chiqyapmiz. O'zi qaysi chet davlatdagi yoki umuman bu soha bo'yicha professional ishlaydigan bloger mutaxassislarni kuzatasizlar yoki o'qiysizlar, ish o'rganasizlar yoki bu haqiqatda faqat sizlardagi hayotiy tajriba, o'zingizdagi inisiativa, emotsiyalar, empatiyalar hisobiga ishlashmi hozir sizlardagisi? Biz to'g'risi hech qaysi bir blogerni kuzatmaymiz. Bizga qaysi tomonni ularni kopirovka qilish yoki ularga qiziqish yo'q. Biz o'zimizni hayotimizni olib chiqamiz. Hamma individual shaxsda. Qiziqqanlari bo'lsa, bizga obuna bo'lsin. Qiziqmayotgan bo'lsa, shunchaki ko'rmasin. Bo'ldi. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim, ish faoliyatini o'rganish uchun bormi shunaqa sizlarning sohalarni ham yetuk mutaxassislar bu bozorda. Mana dunyo bozorida ham bo'ladi-ku. Masalan, biz bilamiz o'zimizning sohamizda kimlar dunyoda yetakchilik qiladi. Ulardan kopiya qilish uchun demoqchi emasman. Haqiqatda o'shalarning faoliyatini ko'rsatib, sohada professionallashilar, shularning yo'liga chiqinglar ilohim deydigan bo'ladi-ku. Ustoz shogirdga o'xshash narsa. Sizlarda bormi shunaqa? Sohalarda sizlardagina emas. Boshqa sohada bormi shu narsa? Endi blogging sohasida o'zi bilasiz, boya o'zingiz ham aytdingiz, lifestyle bor, ekspertniy bor, развлекательный kontent bor. Biz hozir biladiganlarimiz aytishimiz mumkin bo'lganlar, bu o'sha bloggingda vayn, ya'ni развлекательный tomonlama juda ham katta natijalarga erishgan. Mana shu deb ayta olamiz. Lekin bizning yo'limiz boshqa-da. Biz ham masalan lifestyle yurityapmiz-ku, hayotni qanaqa bo'lsa boricha ko'rsatyapmiz. Balkim keyinchalik kino kontentga o'tishimiz mumkin. Bizda endi asosan hozir men to'g'risini aytaman, chet ellik blogerlarni ko'p ko'rmayman. Men O'zbekiston blogerlariga keladigan bo'lsak, ikkita uchtasini hurmat qilaman. Abdurahmon Mufid yaxshi kontent olib boradi, juda ham men ko'rganda maza qilaman kontentlarni. Keyin Chumoli degan komanda bor. O'sha komandaga men havas qiladigan zo'r. Chunki ularda odam nimadir oladi. Haqiqatda manfaat bor-da. O'shanaqa oilaviy biz o'zimizga o'xshata oladiganimiz Dilbar Zakirovlar oilasi. Zakirovlar oilasi. O'xshaysizlar aslida. O'xshaymiz, ko'pchilik aytadi. Shu hurmat qilib, ya'ni ko'ra oladigan, bizga qaysidir ma'noda nimadir ulardan ola oladigan narsa deb o'ylayman. Lekin juda ham xursand bo'lish kerak shunaqa bir sifatli kontentlar bizda ham bloglar paydo bo'layotganidan. Bor. Juda zo'r. Sizlarga ham ilohim shunaqa zo'r yo'llar bersin. Ilohim faqat oilaviy masalada emas, blogda ham to'g'ri. birlashib ishlaylar. Niyat bor inshaalloh. Xudo xohlasa. Oilaviy hayotda sizlarga turmush qurganinglar, turmushdan oldin ham tanishadinglar-ku. Turmush qurganinglardan keyin sizlarga yengillik bo'lgan nima narsa bo'ldi? Mana bu narsa voy deb bunaqa bir narsa bo'lar ekan deb uchratgan narsalar bo'ldimi? Qiziq narsa. Uzr so'ramayman. Uzr, kechiring. Bo'ldi, uzr so'rang, nimaga deb so'ramaydi. Bu ham agar mendan uzr so'rang desa, men ham bundan uzr so'rayman. Ya'ni oiladagi eng katta narsa biz shuni bildik, ikkalamiz ham uzr nimagadir sabab bilan so'ralmasligini. Ya'ni biz ikkalamiz o'rtamizda hurmat,
bo'lishi kerak, lekin men bu chegara saqlab nimaga men uzr so'rashim kerak degan narsa yo'q. Ikkalamiz ham bir-birimizdan xohlagancha uzr so'ra olamiz. Men erkak kishi bo'lib turib past ketaman, mayli. Men nimaga uzr so'rayman demayman. Bu ham nimaga men birinchi uzr so'rashim kerak degan narsa yo'q. Ikkalamizda maksimum borsa 3 soatga arazlaymiz, uzoq borsa qattiq janjal. Atak umuman urushmaymiz ham. Oiladagi eng kerakli narsa shu narsa deb o'ylayman. Bir-birini tushunib, xatolarni tushunib, bir-biridan uzr so'rasa o'zi yashab ketishaveradi. Shunaqa, o'sha oila qurdinglarmi qizlar, imkon qadarchi g'ururni chetga surib qo'yinglar. Bu o'sha oila, bu o'sha hazilakam narsa emas-da. Hech nima qilmaydi, ajrashib ketaveraman. Nima men unaqa qilishim kerak, yig'ishtirish kerak bunaqa narsani deb o'ylayman. Masalan, bizda baribir bo'ladi, любой insonni ichida ego degan narsa bor. Nimaga men degan savol menda ham bir-bir bo'lib turadi. Mabodo kelishmovchilik bo'lib qolsa, vaziyatga qarayman. Birinchi o'zlari so'ramanlar deb boraman deb, shayx deb o'zim qaysidir ma'noda bo'yin egishni bilish kerak oilada. Lekin unutmaslik kerak, faqat bir tomon emas bo'yin egish. Qarsi ikki qo'ldan chiqadi. Ikki tomon ham bir-birini hurmat qilgan holda vaziyatdan chiqib ketish kerak. O'sha vaziyat seriozlashyaptimi, men erkaligimni yig'ishtiraman. Bular qaryaptilar, men o'sha jahlim chiqyaptimi, bular yon beradilar menga. Shunaqa ikki tomon agar olov bo'lib yonsa, jahl qilib urushib ketsa, uchinchi shaxs chaqiramiz. Uchinchi shaxs chaqiramiz, o'sha keyin o'sha yaxshi emas chaqirilsa. Shunaqa. Yashab ko'rganingizdan keyin mana turmushdan keyin yashab ko'rganingizdan keyin nima siz voy tavba deydigan narsalar chiqdi, hurriyat arkanmilar. Bo'ladi-ku shunaqa narsalar. Chunki biz turmush qurgungacha idealizatsiya davrida biz u tualetga ham kirmasa kerak deb o'ylaymiz. Qo'pol qilib aytganda shunaqa ideallashtiriladi. Keyin bitta qarasangiz u hurriyat otadi. Kamchilik chiqib keladi-da, o'sha voy deb qoladigan paytlar bo'ladi-yu. Shunaqalar chiqdimi? Chiqdi. Aytavering sana. Bu tetmasa storiesda barib aytasiz. Shuncha aytib ketdik. Mayli, shu yerda aytaman. Men yashab ko'rib, qanaqa aytishni bilmayman, to'g'risini aytsam, shu joyda hayron qolasizlar, to'g'ri, lekin to'ydan oldin bu kishim juda mehribon edilar. Через не могу mehribon edilar. Menga hamma aytardi bu to'ygacha. To'ydan keyin unaqa bo'lmaydi deyishardi. O'sha narsaga o'zim tayyorlaganman qaysidir ma'noda. Ortiqcha mehr kutma, azor, balkim to'ydan keyin rostdan o'zgarar. Shuncha yashab ko'rgan odamlar aytyapti-yu, senga derdi. To'g'ri. Kutmadim, unaqa ortiqcha mehr kutmadim. Lekin yashab ko'rib bildimki, bular undan ham battar mehribon ekanlar. Ishoning, men kutmagandim, aytaveringmi? Men kutmagandim. Idish tovoqlarimgacha yuvib beradilar deb. Men kutmagandim. Kelinlik uyga borganman. Endi begona xonadon, men o'zimni yaqin tutsam ham, hattoki hojatxona bilan vannaga ham meni olib kirib qarab turadilar, o'sha himoya qilib turadilar deb kutmagandim. Men shu darajada nima deydi, meni asrab avaylaydilar deb kutmagandim. 2 hafta yashagan bo'lsak Samarqandda bir kun ham kun bo'lmadiki, men o'zim turib suv sepib sipirganim. Har kuni bu kishi meni uyg'otadilar, har kuni o'zlari olib chiqadilar. Har doim shu darajada meni himoya qiladilar deb o'ylamagandim. Ozoda qayerdansiz o'zingiz? Asli Samarqandliman. Samarqanddansiz. Samarqandga tegdingiz-da hozir. Asli Samarqand boshqa shahridanman. Boshqa tumaniga turmushga chiqdim. Shunaqa. Bar urf-odatlar bir xilda o'shanda. O'xshashroq nisbatan. Lekin menda ozgina o'zgarish bo'ldi, chunki men Samarqandlik bo'lganim hisobiga Toshkentda katta bo'lganman-da. O'sha bu urf-odatiga 100% ko'nikkandim. Lekin o'sha aytayapman-ku, shu darajada bo'ladi bilgan holda sizni moslashishingizga qarashibdilar-da. Juda qarashdilar. Men bunaqa nimani e'tibor kutmagandim. Oyimdan gap eshitmaydi, men harakat qildim. Men sevib uylandim deydilar, shuning majburman deydilar. To'g'ri, o'zing tanlagan qiz degan gap kelmasligi uchun harakat qiladilar. Shu men oyijonga, yangi oilamizga yoqishim uchun, yaxshi ko'rinishim uchun mendan ko'p harakat qildilar, to'g'risi. Demak, sevib uylansa odam shuncha javobgarligi kiradi. Shunaqa. Qiz bolani ham o'zi tanlagan insoniga bersa, yomonligini aytib telefon qila olmaydi. O'zi tanlaganda chunki. Sizda-chi, sizga nima ko'rindi turmushdan keyin? Uyquchiliklar ko'rindimi? Voy. Boshi любой joyga tegsa uxlab qoladi. Qattiq deb 5 minut bilan gaplashmay tursak uxlab qoladi. Hozir gaplashmaylar, hozir 5 minutga qarasanglar uxlab qolgan bo'ladi.
unda birga kino ko'rish, birga gaplashib o'tirishlarga yetmayaptimi kuchingiz? Kelinlik Yo'q. напряженияsi hisobiga bo'lyaptimi yo oldindan mana bu blog yurg'izish, boshqa charchog'ini uyqu bilan chiqararmidingiz? Men o'ylayapman, men juda karyeristka bo'lganman to'ydan oldin. Non stop ishlardim. Meni biladiganlar bilishadi. Tinimsiz proyektlar olib tashlab, tinimsiz o'zimni o'qqa cho'qqa urib, maksimalni hayotdan foydalanib olish narsa bor edi. Chunki suyanchig'im yo'q edi qaysidir ma'noda. Endi o'shalarni charchog'ini uxlab chiqaryapman menimcha. To'ydan keyin. Chunki xotirjamlik bor, hozir уже o'ylamayman. Nega o'ylamayapsiz? Qanchasidandir voz kechdingizmi? Blogimdan voz kechmadim faqat. Lekin o'zi Proyektlardan aslida bitta gap aytaymi sizlarga, nimaga turmushga chiqmaganman, nimaga bulardan oldin hech kimga shans bermaganman. Shu darajada men uchun karyera qilish juda katta urovenda bo'lgan. Lekin hozir bularga turmushga chiqib karyera qilishni o'ylamayapman. Faqat blogim yuritib yuraman. Televideniyega chaqirishyapti meni. Bormayapman, bilmayman nimaga. Borishim kerak, boraman xudo. Xudo xolasa. O'zi aslida inson hissiy ochliklarini uni tushunadi. Hissiy ochlik degani nima? Sizni tushunadigan, sizga ha to'g'ri, haqsan deb aytadigan, sizni tanqidin attiga shunganmi demasdan, hissiyotlaringizni qadrsizlamasa, ehtiyojlaringizni qadrsizlamasa, orzularingizni qadrsizlamasa, qo'ygan maqsadlaringizni uyda o'tir, kerak emas, 4 so'mlik pul deb qadrsizlamasdan shu narsaga qiymat bersa va o'sha sizga kerak bo'lgan ehtiyojlarni berib tursa, inkor o'rniga tasdiq berib tursa, biz shuni hissiy ochligimizni yopish deb tushunamiz. Oldin demak hissiy ochlik yuqori bo'lgani uchun siz o'sha hissiy ochlikni inson iloji boricha ko'cha bilan to'ldiradi. Kasb, ish, kiyim, narsa sotib olishlar, sayohatlar bilan to'ldiradi. Bu degani bular bo'lmashi kerak degani emas, miqdoridan oshib ketadi inson. Inson mana shuncha qolgan vaqtiga ham tiqadi o'sha ishda. Masalan, 1 yilda 4 marta sayohatga chiqish normadir, 10 marta hafta chorshanba chiqib ketaverish bo'lmaydi-ku, mana shu to'ldirishda demoqchiman. To'g'ri. Yoki ovqat yeyish bilan to'ldiradi. Hissiy ochlikni inson o'zi sezmagan holatda o'ziga ma'qul kelgan nimanidir hayotida ko'paytirib yuborish bilan to'ldiradi. Demak, sizda ham o'sha bo'lgan, chunki bu juda hozirgi internet zamonida juda ko'pchilikda bor va inson jufti bilan o'shani to'ldirsa bu zo'r. Hissiy ochligingiz yopilganda sizni o'rniga to'ldirayotgan narsaga ehtiyojingiz pasayadi. Qo'yib yuborasizda. Уже adekvat ishlaysiz. Shunaqa. Adekvat. Charchab ketmay, o'lib qolaydimi? Hamma narsadan kechmay, uxlab, dam olib, yashab ishlaysizda. Shunaqa. Shu eng to'g'risi deb hisoblayman. O'shani qoplash uchun demak karyera bo'lganda, balkim. Chunki aytasiz-ku, bizlar o'zbeklikda emas, faqat любой odamda shunaqa bo'lsa kerak. Bormadigan joyga borgimiz keladi. Qilmadigan narsa qilib ko'rgimiz keladi-da. O'sha menga ham qarindoshlarim tomonidan qilmaysan karyera, qiz bolasan, uyda o'tirasan deyishganiga men qilaman derdim-da. Maksimalni harakat qilganman o'shaning uchun, bu kishim ozod qilavermasanga ishonaman dedilar. O'sha naraslavoniy yurman. O'shaning uchun shu erkinligiga mazza qilyapsiz. Inoqmoqirgacha to'ldiradi. Inshaalloh aytganingiz. Sizchi, siz qaysi ehtiyojlaringizni to'ldirdim deb o'ylaysiz? Juft o'zi har doim o'zini qaysi tur ehtiyojlarini to'ldirish hisobiga tuziladi-da. Endi hamma ochligimni kelib to'ldirib bersam, bu endi потребительский sevgi, ya'ni faqat olib o'tiradi, bermaydi. Sizlarda hozir oldi berdi ishlayapti-ku. Shuning uchun baribir juftlar bilishi kerak, nimasi to'lganini, nima yo'q edi, nima to'ldi. Siz bugun hissiy anaqangizni sezdingiz. Umid qilaman sizga ham foydali bo'ldi. Sizchi? Nima bo'ldi men kelgandan keyin? Boshog'roq bo'ldi-da. Yo'q. Xotirjamlik eng asosiysi. Menda o'sha aytganimdek, men ham uylanarmikanman? Mani farzandimning onasi kim bo'ladi? Mening umr yo'ldoshim kim bo'ladi? Ota-onam, o'sha onam qachon uylanasan, kimga uylanasan, nima degan savollardan qochdim. O'sha xotirjamman, tinchman. Qaysi inson meni oldimdaligini juda yaxshi bilaman. Agar uydagilarim aytgandek boshqa qizga uylanganimda, uni hali ham sinardim-da. Hozirgacha ikkilanish bo'lardi. Hali ham to'g'ri tanlov qildimmi degan savol. Men Ozodani tanlaganimda o'ziga ham aytganman. 3 kun gaplashganmiz, 3 kundan keyin 4-kun dadang bilan ko'rishdilar. Men dadangga bor, o'zim qo'lingni so'rayman degan. Men o'sha yerda o'z urverim bo'lganman. Gapimga javob berib gapirganman. Qizingizni menga berasiz degan. Chunki men bu insonda, bu qizda, bu ayolda men o'zimni ko'rganman. Ya'ni aytganimdek, men juda ham bosiq inson bo'lganman bu kelguncha. Juda ham zerikarli odam bo'lganman.
hayotimda menda chunki o'rtoq bazm, ichish, chakish, o'rtni toqqa bor, u narsalar umuman yo'q. Maksimal anaqamni tayyorlamni pulga qaratganman men. Bu kirib kelgandan keyin hamma narsani biz tashlagan anaqasiga. Hamma narsa xursandchilik, hali kulyapsiz, hali u yoqqa borasiz, hali ovqatlanasiz, mazza ketyapti hammasi. To'xtada, men san pul topishim kerak deyman-da. Pulga ham qaratayman. Bu yerda zerikib siqilib qolsam keladi, siqilmang. Hal qilasiz o'zingiz hammasini deydi. Bilaman hal qilishim deydi. Bari o'zim qilishimni bilaman. Sen qilmaysan. Kelib turib men bitimga siqilmang deb turadigan odam paydo bo'lganini bilaman-da, chunki ayta olmaydigan gaplarim bor onamga. O'sha gaplarni bu eshitadi. Quloq paydo bo'lgan. Hissiyot ko'tarildimi? Nima ko'tarildi? Hissiyot ko'tarildimi? Ha, voy. Ming hozir. Asosiy zerikib qolmaymiz. Uyda nimadir baqir-chaqir bo'lib turadi zo'rga. O'zi odatda mana как раз sizlar orqali aytib ketish kerak. Sizlar uchun bu rosa foydali deb o'ylayman. Bu maslahat anaqani berish sizlarga bu ta'rif. Odatda ayollar erkak kishiga faqatgina hissiyotini berishi kerak hisoblanadi. Va hissiy tasvir berishi kerak hisoblanadi. Erkaklar bo'lsa ayol hissiyotidan kelib chiqib qaror qabul qiladi. Agar ayol kishi hissiyotni ichida yashab, o'ziga o'zi siqilib, o'zi bilan o'zi o'rtoqlarida gapga borganda, ota-onasinikiga borganda xursand bo'lib kelib, o'sha hissiyotni emas, chiqargan hissiyotdan keyin chiqargan qarorini bersa, erkak uni olmaydi. Chunki erkak qoidaga ko'ra u qaror chiqaruvchi, u hukmronda, unga tayyor berilgan qarorni qabul qilishi bu norma emas. U qabul qilishi kerak qaror, lekin u o'sha qarorni qabul qilishga olib boradigan hissiyotni u berishi kerak. Ayolning vazifasi hissiyot berish, erkakning vazifasi qaror qabul qilish va bajarish. Afsuski bizda hozir hissiy suyanish yo'q bo'lgani uchun ko'pda demaylik, ayrim insonlarda turmush o'rtog'iga hissiy suyana olmagani uchun juftiga hissiyotini ko'rsata olmaydi ayollar. Hissiyotini ko'rsatish o'rniga yostiq quchoqlab yig'laydi yo boshqasi o'rtog'iga borib jalba qilib keladi yoki bo'lmasam deylik xursandchilik kunlarini o'rtoqlar bilan mazza qilib o'tkazadi, chunki er ruxsat bermaydi, unaqa o'tirma, bunaqa yema, bo'tga bormaymiz, yo'q, uyda ovqatlanamiz degan gaplar bo'lgani uchun hissiyotni boshqalar bilan yashaydi, hissiyotdan keyin hosil bo'lgan qarorni kelib bundan keyin men bunaqa qilmoqchiman, yo men bunaqa qilaman, yoki bo'ldi men boshqa uyda o'tirmayman degan qaror beradi. Va ana o'sha yerda jang boshlanadi. Chunki erkak psixikasi aytadi, bu uyda qarorni men beraman-ku. Nima uchun menga qaror berilib, sen shu qarorga bo'ysun deyilyapti. Unaqasi ketmaydi, bosim ketdi keyin. Aslida shu balans bor. Siz hissiy beryapsiz. Hissiyot olgan erkak shu hissiyotni masalan zo'r nastreniya beryapsizmi, baxtlimisiz? Shu nastreyani ushlab turish kerak bo'lgan ishlar haqida qaror qiladi. Men cheklamasligim kerak. Charchabotda uxlasa ruxsat berishim kerak. Bo'ldi uxlayversin. Bo'ldi men qarashiy charchab qolsa hozir yana kayfiyati buziladi. Ili meni yig'ladi, ketgisi keldi, adaptatsiya kerak bunga. Men oldida turib tualetga kirsam, yonida sherik bo'lib turishim kerak. Qarori bo'laveradi. Uni amalga kim qaror qilsa, yaxshilar o'sha odam amalga oshiradi. Bu qoida ham bor. Agar qarorni siz qilsangiz, siz amalga oshirasiz. Qarorni ular qilsalar, bular amalga oshiradi. O'shaning uchun hissiy yetkazish eng zo'r yo'li. Masalan, urush janjaldan keyin ham sizni mana shunaqa gapingizni, mana shunaqa dedingiz menga, erim bo'lib turib, o'zi menga baqiryapsiz, o'zi bunaqa tutyapsiz emasda, siz baqirgan vaqtingizda men o'zimni inkor qilingandek, keraksizda, o'zi endi sizga qiziq emasda, faqat kulsam kerak, norozilik etsam kerak emasdek his qilaman. Demak, men tashlandiqman deb o'ylayman. Shu holatda men deb hissini etish kerak. O'shanda o'zi erkak tanlaydi. Shunaqa hisdagi ayol kerakmi unga, yo'qmi? Agar unga shunaqa, masalan, deylik, erkak ishda ham har xil shaxs buzilishlari bor, travmatik holatlar bor. Unaqalar masalan mazexizmi, sadizmi bo'lsa, davay shunaqa bo'lsa kayf qilyaptimi, dalshi yana davom ettirishi mumkindir. Lekin normal erkak shunaqa qaraydi, unga kerak emas bunaqa og'ir hissiy xotin. Chunki o'zi erkakligi halovatni yengil hissiy ayol beradi-da. Endi yengiltek hissiy emas, конечно. Yengil degani yaxshi hissiyotlarni ko'proq tuyadigan. Qiyin og'ir hissiyotlarda uzoq qolmaydigan ayollarni biza hissiyoti yengil, energiyasi yengil deb tushunamiz. Siz oldingizda qanaqadir mazada deb qo'yishadi-yu, odamlar oldingizda tursa. O'shanaqa ayol kerakmi? Значит, ayolini shu ahvolga tushiradigan ishlarni qilmaydi. Chunki o'sha o'ziga. Shu uchun sizlarda kuzatganda demak odam olishi kerak bo'lgan asosiy narsa
hissiyot oldi berdi desa siz hissiyotni berishingiz boshqa To'g'ri siz bilan ishlayapti. to'g'ri ishlayapti faqat degan joy bor shu sizga yaxshi tavsiya og'ir hissiyotlar baribir keladi biz qayg'uni jahlni nafratni yashab o'tamiz bu kafolatlanmagan o'sha hissiyotlar vaqtida ayblab turib gapirishdan ehtiyot bo'ling chunki biz og'ir hissiyotga kirganimizda bizani shu hissiyotga olib kelgan odamlarga aybni yuklash bilan gaplashamiz chunki o'sha hissiyotdagi holatimizni tasvirlashga lug'atimiz yetmaydi man mana shu paytda qaltiryapman yoki o'zimni keraksiz his qilyapman tashlab ketilgandek almashtiriladigandek yoki bo'lmasam уже qiziqmas degan so'zlar ishlatilmaydida san mani alishtirding san mani birov san xiyonat qilding uni ayblagandan ko'ra o'zini hissiyotini tasvirlab berish kerak bilasizmi adabiyot kitob o'qigan o'sha romanlar nima o'qisangiz ham почти что ko'zingiz oldiga o'sha joy odamlar kelmabsizda o'tirgandek bo'ladi-ku chunki yozuvchi shunaqa ta'riflaydi ayol kishi ham o'zini hislarini shunaqa ta'riflashi kerak ekanda o'shanga ehtiyot bo'lsangiz bo'ldi chunki sizdagi hisli odamlar jahl paytida yo og'ir hissiyotlar paytida sразу yo'naladida ikkinchi tarafga chiqazib tashlab qoladi shuni ehtiyot qilish kerak bo'ldi вот bilasizmi nima ekan bizada aytishadi bizani lug'atimiz tor o'zbek xalqi o'zbek tilida lug'at tor deyishadi o'zbek tilida lug'at tor emas просто qaysi millat qaysi hissiyotlarda yashasa uni lug'ati o'shanga ixtisoslashadi bizada xalq hissiy kamroq yashaydi o'shaning uchun bizada hissiyotlarni ta'riflaydigan so'zlar kam To'g'ri. turklar juda hissiy yashaydi bilsangiz Juda. aşkım şekerim Juda canım Allah Allah emotsional. deyveradi emotsional o'shaning uchun ularni lug'atida hissiy so'zlar juda ko'p bizada jahl qo'rquv sinonimik qatori o'ta katta ekan Aha. sevgi xursandchilik zavq lazzatni sinonimik qatori 10 taga ham bormas ekan Shuni to'g'rilashimiz kerak. turklarda nabarot qayg'u g'amniki kamroq ekan bunaqa kuchli yaxshi hissiyotlar ko'proq ekan o'sha nuqtadan keladigan bo'lsa bizani ham xalqimizda ko'payishi kerak yaxshi emotsiyalar odamlar bunga moslashishi kerak ta'riflashi kerak faqat o'sha kadrlaringizni ham olib chiqsangiz zo'r bo'lardi что man xafaligimni mana bunaqa ko'rsatdim To'g'ri, o'rnak bo'ladi. mana bunaqa etuvdim ular mana bunaqa holatga o'tdilar degan narsa sizni o'zingiz uchun foydali inobatga bo'ladi olaman. inshaalloh. Sizda ko'rayotganim mana ayolingiz bilan munosabat paytida ayolingiz siz haqingizda gapirsalar umuman ayolingiz gapirsalar sizda tabassum bo'lyapti yerga qarab pasayib ushlab turishga harakat qilasiz amani xuddi o'sha ekspert eshitayotgandek o'qituvchi o'quvchi munosabatda jiddiy qabul qilib eshityapsiz mana bu rollar almashish siz ayolingizni oldida bo'lib beryapsiz man bilan suhbat vaqtida yuzingiz burilishi bilan siz shunchaki shaxslararo munosabatga o'tyapsiz va rollar shunaqa xilma xil bo'lishi kerak aslan ya'ni ularga gapirganingizdek menga ham gapirib ketishingiz norma emas yoki menga gapirganingizni munosabatni ularga davom ettirishingiz ham norma emas erkaklar rollarni ko'paytirsa siz misolingizdagina aytmoqchi emasman o'zi umuman ham erkaklar rollarni ko'paytirsa juda ham foydali bo'ladi siz uchun ham tavsiya masalan farzandi oldida otalik roliga umuman boshqa rolda ota onasini oldida farzand rolida boshqa rolda ayoliga boshqa rolda xodimlariga ishchidek sherik do'stlariga boshqa erkak kishini rol almashtirishda uyat yo'q nima uchundir erkaklar ulpatlari choyxonada bitta formalari bor ko'chada uyda bitta forma ko'cha hamda uy zindon deydi-yu ikkita bo'ladi xolosda aslida rollar almashishi va erkaklar ham rollarni har xilini chiroyli ijro eta olishi bu ularni kuchliligidan tavsiya etgan bo'lardim bir-biringlarni oldinglardagi rollaringlarni ishdagi rolinglarga boshqa joydagi rolinglarga almashtirib qo'ymanglar masalan ish haqida ko'p gaplashilsa uyda уже hamma rol yo'qoladi yoki bo'lmasam o'sha o'rtog'ingiz bilan muomala qiladigandagi suhbat ko'paysa mana subordinatsiya yo'qoladi sizda ham bari nigoh bilan bo'lsa ham maylimi degan itoatli nigoh borda hali ilom yo'qolmasin hali deyishimdan kimlardadir yo'qolib ketadida kimlardadir yo'qolib ketadida bu ijozat so'rash itoat yengil yumshoq itoat agar o'rtog'ingiz bilan gaplashadigan yoki psixolog bilan muhokama qiladigan muammolaringizni ota onangiz uyidagi tashvishlar o'zingizni ishlik balobatlar hamma narsangizni kelib gaplashaversangiz o'rtoq bo'lib qolasizlar rol yo'qoladi
siz erkalana olmaysiz, hazillasha olmaysiz, unaqa qila olmaysiz, u jiddiylashasiz. O'shaning uchun juftdan hamma rol egasiligini talab qilish kerak emas. Erim meni tushunsin, erim meni обеспечить qilsin, erim men bilan gaplashsin, men bilan bu noto'g'ri narsa. Er-xotin o'rtasidagi suhbatlar rostdan ham boshqa saviyada, er-xotincha bu mana rolda bo'lsa yaxshi. Agar u ekspert psixolog bilan hal qilinadigan narsani er bilan hal qilsangiz, erni yo'qotasiz. Shunga rozi bo'lish kerak. Biz ham psixolog tanishimiz aytardilar, o'g'illari kelar ekan aytarkan, "Oyi shunday oyini o'chiring, psixologlikni yoqing." Turib ko'chadagi o'zini eng dahshatli ошибкаларni aytib bering, ishonasizmi deydilar. Shunday muzlayman, lekin shunday ekspert bo'lib eshitdim. Nima qilish kerak deyman. Oldimdan bo'ldi, oyi endi oyini yoqamiz deydi. Men o'pib chiqib ketadi, keyin kechasi men oyi bo'lib uxlayman dedilar. O'shanday rollarni almashtirishda ehtiyot bo'lish kerak. Keyin iloji boricha ish masalalarini kelishilgan vaqtda gaplashish kerak, blok masalalarini. Boshqa paytga shuni qo'shmagan ma'qul. Chunki sizlarniki ish bilan hayot qo'shilgan-ku. Shunaqa. O'sha ozgina noroziliklar boshlanganda mana rolni yo'qotib qo'yish mumkin bo'lib qoladi. Shu narsa sizlarga bizdan tavsiya. Agar ishlatsanglar, manfaatli bo'lsa, xursand bo'lasiz. Inshaalloh. Rahmat kelganingizga, xursand bo'ldim tanishib, samimiyligingiz uchun. Siznikini men boshida o'sha namoyishkoranalik xarakteri deb taxmin qildim, lekin bu sizda rostdan ham tipichni xarakter ekan. Mana shu tipichni xarakterligini og'ir bosib turgan paytlaringizda osonroq ko'rsatar ekansiz. Shuning uchun bunaqa narsalar ham qo'ying. Qanaqa narsalar? Mana jiddiy turgandagi narsalar ham gapiring. Chunki tashqaridan ko'rganda odam sizni faqat baland kayfiyatnigina ushlab beradigan, boshqa vaziyatlarda seryozni tafakkuri, tahlili yetmaydigan inson deb qabul qiladi. Faqat baland kayfiyatni ko'rsatursangiz. Chunki jiddiy ko'rinishda ham sizda ayollik donishmandligingiz ishlashini, bu xarakteri siz o'zingiz maza qilib ishlatayotganingiz uchun olishingiz uchun bu ozgina kerak. To'g'ri. Kerak. Menga masalan hozir umuman boshqa anaqaga o'tib ketdi tahlilda miyam siz haqingizda. Boshda prosta e'tibor markazi, sentralnost va hammaga keraklik, yoqish istagi yuqori bo'ladigan xarakter bor, isteriya. Sizda shu isteriya bor deb o'yladim. Isterichka emas bu. Isteriya boshqa narsa. Sizda unaqa yo'q hozir. Уже boshqa rolingizda ko'raman. Tushunarli. Shunaqa Bularni ko'rdingiz bularni. O'zlari boya aytganlaridek, jiddiy ish bilan o'zlarini doimiy ushlab yashaydigan, disiplinani yaxshi ko'radigan, disiplina bilan o'ziga qadr beradigan, qancha rioyali bo'lsa, o'shancha o'zini hurmat qiladigan shaxs tipi. O'shaning uchun ularga agar ozgina zavq, emotsiya kirmasa, hayotlari zerikarli bo'lib, shunday depressiv yoshlar kelganda tupa tormozlanib qoladilar-da. O'shaning uchun ularga bu balans uchun siz juda mossiz va keraksiz. Faqat o'sha gap emotsiya paytida yaxshimiz emotsiyalarni to'g'ri boshqarsangiz bo'ldi. Chunki bunaqa insonlar juda ham aybdorlikka qattiq kirib ketib qolishadi. Bir-birlarini ehtiyot qilinglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Chiroyli tavsiyalar uchun. Umid qilaman. Ko'pincha intervyuda biz faqat gapirardik, faqat bizni eshitishardi. Bugun sizni ham eshitdik. Qaysidir tomondan men o'zimga ko'p nima deydi, insightlar oldim. O'ylayman, turmush qurgan kelinlarga yoki endi turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlarga ham bu tavsiyalar foydali bo'ladi. Faqat ishlatinglar qizlar. Bilish boshqa, ishlatish boshqa. Ishlatish kerak faqat uni. Sizga rahmat bu uchun. Sog' bo'ling. Xush kelibsizlar.